A nuqtadan R radiusli aylanaga B va C nuqtalarida urinuvchi shunday ikkita to'g'ri o'tkazilganki, bunda ABS teng tomonli uchburchak bo'ladi. Uning yuzini hisoblang. Xo'p, aylana markazi O nuqta shu yerda joylashgan bo'lsin. Aylana markazi bilan B hamda C nuqtani tutashtiramiz. Natijada OC va OB kesmalar bizga aylana radiusini beradi hamda B nuqta aylanani urinmaga urish nuqtasi bo'lgani uchun bu burchaklarimiz 90 gradusdan bo'ladi. ABS uchburchak teng tomonli uchburchak bo'lgani uchun burchagimiz 60 gradusga teng. Burchakka chiqishli aylana markazi shu burchak bisektrisiyasida joylashadi. Ya'ni AO kesmamiz bizda A burchak bisektrisiyasi 30 gradus. Xo'p. Demak, dastlab uchburchak OBA dan to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgani uchun tangens 30 gradusimiz qarshisiga katet. Qarshisiga katet aylana radiusiga teng. Qarshisiga katetni AB ga nisbatan. Bundan AB ni topadigan bo'lsak, radius taqsim tangens 30 gradus. Ya'ni ildiz 3 ta radius degani. Ikkinchisi muntazam uchburchakning yuzi ildiz 3 taqsim 4 tomonni kvadrati, ya'ni AB ni kvadrati. Ildiz 3 taqsim 4 AB imiz ildiz 3 ta radiusning kvadrati. 3 ildiz 3 taqsim 4 radius kvadratga teng.